Assalomu alaykum. Damas oladigan akalarimizga mana hozir yana bitta 2020-yil Damasimiz. Mana tashqaridan ko'rinishi. Ko'rinish diska archa balonlarida yumshoq metani bor mashinamizda. Yon ko'rinishi mana oldidan ko'rinish. Mashina o'ta istarali. Nari borsa 15-20% ga bormaydi. Kraskasiga keladigan bo'lsa mana shu kapalayda kapalayda bor. Keyin shu tomni burchagida bir qarich bor. Orqada mana rels tagida bor. Mana shu rels tagida bor. Keyin mana orqa kapotda mana shu yerda bor. İşte 4 ta petnosi bor mashinamiz. Mana balonlar, archa balonlar. Ana ko'rinish diska bo'lindi, metani bor ana. Salon qismi esa mashina mana salonda. Normalniy mana hamma joyida. Choklari ham mana tashqarida, karniz choklari joyida mana. Damasdi ham ko'proq mana shu yerdan ko'rishadi. Mana ichkarilari, motorlar, bombalar o'ta chiroyli turibdi. Holati probegiga keladigan bo'lsak mana probegi 56 ming yurgan, mana o'zini yurgani, kam yurgan mashina, motorlari zo'r. Narxi bu mashinamizni $5800 ga beryapman. Shu o'zimiz mana shu Qo'qon rayonlari, shu atrofdagi ko'kalarimiz bo'ladigan bo'lsa $1400 bilan chiqyapti. Qizig'i xo'sh 2.300.000 so'mdan chiqadi oylik to'lovi. Arenda puliga o'xshagan. Kuniga 70-80 ming so'mga to'g'ri keladi. Har oyiga tushadigan pul unaqa 3,5-4 million emas. O'ta zo'r. Ramalar, nimada ichini ko'rsatmayman. Zo'r mana ramalari. Chiroyli. Chotki motorlarda mana ishi bor. Mashina ishlatadigan mashina. Oylik to'lov unaqa 3 million 4 million emas. 2.300.000 so'mdan oylik to'lovga chiqartirib beramiz mana. Kimga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar shu. Nomerimiz 91lik 696 0056 ga o'zimga chiqaverasizlar.